shunday vaziyatlar bo'lib qoladiki, mijozingizni gapini bo'lishga majbur bo'lib qolasiz. Har xil holat bo'ladi sotuvchilarda. Shundan kelib chiqib, qanday nima desakki, mijozni gapini tezroq bo'lsakda va o'zimiz tarafga olib o'tsak, ya'ni mijoz yoki boshqa mavzuga o'tib ketgan bo'ladi yoki umuman olganda ish vaqti tugayotgan bo'lishi mumkin, majbursiz bo'lishlikka. Shunda bitta instrument bor. Shuni ishlatsangiz, bu odatiy sotuvchidan tashqari professional yondashuv ham hisoblanadi. Undan tashqari sotuvchini g'ashiga tegmaydigan darajada bo'lishi mumkin. Ya'ni siz tezroq gapiring deb soatga qarashingiz mumkin yoki bo'lmasa nimanidir o'ynashingiz mumkin, o'sha yoki boshqa tarafga qarab yana bir mijozga qarashingiz mumkin. Bu narsalar mijozga qattiq yomon ta'sir qilishi mumkin. Agarda mijoz tinmay gapirayotgan holati bo'lsa, shunday qilish mumkinki, uni ismi bilan unga murojaat qilsangiz, uni miyasi doli sekundlarga sekinlashadi va sizga e'tibori yana ham kuchayadi. Nima sababdan bunaqa bo'ladi? Odatda insonlar o'zlarini ismlarini yaqin insonlaridan eshitadi. Begona insonlardan kamdan kam holatlarda eshitadi. Shundan kelib chiqib, ismini eshitgandagi to'xtalishlik va bu menga nimadir demoqchi, nimadir muhim narsa bor, nimadir noodatiy ketyapti degan holatda miyasi ozroq sekinlashadi va sizga diqqati yana ham oshadi. Shundan kelib chiqib, unga ismi bilan murojaat qilib turib, yana eski mavzuga qaytishlik bo'yicha yoki bo'lmasa umuman boshqa mavzuga o'tishlik bo'yicha siz chiroyli taklif bilan u yog'ini olib kelsangiz bo'ladi. Mijozni gapini majbur qolganda bo'lganingizda uni ismi bilan murojaat qiling va keyingi mavzudagi gaplarni o'zingiz davom ettiring.